Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Oyn masifida ekilgan Makka Zuhor dalamizdamiz. Takror ekilgan bug'doy donligi 19-iyunda ekilgan. Mana ko'rib ketyapmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana suvlar ochilyapti. Xudo xolasa bir 25 kunlarda yetilib qoladi. Endi asosan Makkaning bo'yi qancha bo'ladi, nechtadan oladi deydi. Nechtadan olish urug'ga bog'liq bo'lsa, bo'y basti bo'lishligi bu asosan dehqonga bog'liq narsa. O'sha akamiz 3 yildan beri Xitoy urug'i bilan qilyapti. Xitoy urug'i yoqib shu urug'da ekyapti. Holatni ko'rib turibsizlar mana. Holatlar. Ikkitadan olgan 07 urug'imiz. Mana hozir akani mutaxassis Qodirjon akamiz kelib ko'rib tavsiyalarni beryapti. Hozir mana chaynanish jarayonida ekan. Suv bosilyapti. Endi kichkina maydon emas. Hozir bu 7 gektarlik polya, bu yoqda 3 gektarlik naryoqda yana katta polyasi bor.